Tompilarim qalaysizlar? Ancha shirin kiyimli kiyibsizlarmi? Sizning kurочкаларыңыз zaxo, hamma qarang. Pompi-tompilaringiz. Fotima Pompi, Zuhra Tompi. Odamlar hasad qilmasdan agar havas qilsa, o'sha Alloh ham shu sari o'zi to'g'rilab qo'yar ekan. Hasad u yomonlik narsa. Undan ko'ra havas qilsin. Intersin shunaqa bo'ladi. Hadi. Qalbinglarni mana shunaqa kiyimda oppoq bag'ringlarni shunaqa keng qilinglarsa. Ya'ni Asaltoy. Quyon kuchuvchami? Ikki xil kiyinganlarni ko'rmaganman. Uyda ham salla bir xil kiyinasiz. Qarang, ada bitta narsa aytamiz. Politsiya bordinglarni kunida tekshiruv edi. Yevor. Tekshiruvda bo'y bilan vес o'lchashadi. Menga aytishdi, chiqing dedi. Men chiqdim. Bo'yimizni vес o'lchashdi. Yozdi. Keyin ikkinchimizga chiqing dedi. Chiqsam, yozdi. Yo'q deydi. Yana o'sha odam chiqdi. Madim keyin chiqarsan tushunyapsanmi deydi. Koreysdan yaxshi tushunamiz. Ikkinchimiz chiqdi desak, yo'q deydi, bor. Sen bitta odam kiribsan, ikkinching chiq deydi. U yoqda qarasa vес bilan bo'y bir xil deydi. Grammigacha ham bir xil deydi. Ikkinchini ham kirdi. Bittada chiqardi. Deydi. Shok. Uzumni ham ko'rdim-ku. 5 ta uzumsan, 5 ta uzum men degandek qilib sanab bir balola qilib yeysanlar-ku. Chunki bir xil bo'lishni yoqtirganimiz uchun har doim harakat qilamiz. Endi niyatlaring amalga oshib bir xilsanlar. Agar Eng qiziq joyda uzildi mayli. Kakras sambob gap bo'ldi-da. Atik uzib qo'ygansan sen.